Prankka zo'r bo'ladi. Hozir Saidan ustidan prank qilamiz, prank. Bo'la qolmaysanmi? Qayerlarda yuribsan, baraka topib? Tovlarni ham qo'qolattirib yubordingiz. Adasi? Kim o'tirdi mendan oldin? Kim o'tirgan? Yo'q, men o'zim o'tiribman, kelib sen o'tirding. Mendan oldin bitta ayol o'tirgan. Ana atirni hidi kelyapti-ku. Voy, Atirmak, uni atiri hidini sezmayapman. bu-chi bu meni atir emas. Bu boshqa ayollar atiri. Ha, bo'lmaganu, seni hid olish qobiliyating shunaqa kuchli ekan. Ochig'ini aytaymi, bu qobiliyat bilan sanchi tamojnada ishlasang bo'lar ekan. Tamojnada. Anu tamojlarni kuchlarni o'rniga ishlamamaqasiga hid olsang jazo bo'ladi. Voy, siz meni kuchli deyapsizmi? Voy, bu meni dugonam atiri-yu. Nima siz? Voy, siz meni yana haqorat ham qilyapsizmi? Ha? Xiyonat qilib turib yana haqorat qilyapsizmi? Mana qarang, boshqa kuchli toping o'zingizga, xo'pmi? Men ketdim. Bu boradigan joy Sai, bu prank edi-ku, prank. Oddiy atir.